Har bir insonning hayoti bir yo'l. Ba'zi yo'llar shunchaki bosib o'tiladi, ba'zilari esa oradan yillar o'tsa-da iz qoldirib ketadi. Polkovnik Konik Iosif Tarasovich ana shunday iz qoldirgan insonlardan edi. U o'z hayoti, mehnati va vatanparvarligi bilan ko'plab qalblarda unutilmas nom qoldirdi. Konik Iosif Tarasovichni taniganlar uni birday eslashadi. Qat'iy lekin adolatli, talabchan lekin mehribon, buyruqlarda qat'iyatli, ammo askarlarning qalbiga quloq soladigan qo'mondon edi. Mashg'ulotlarda u intizomni talab qilardi, biroq mashg'ulotlar tugashi bilan har bir askarning ahvolidan, dardidan, kayfiyatidan xabardor bo'lardi. Har bir askar bir oilaning umidi, ularning hayoti menga ishonib topshirilgan derdi u. O'zbekiston Respublikasi bunaqa vatanparvarlar ko'p, lekin bular o'zimizni o'zbeklarga o'xshab o'zini vatani deb shu xizmat qilganda. Odamgarchilik tomonidan desam, bu kishi juda ajoyib insonlar. Я с ним познакомился еще в 80-х годах, когда прибыл служить в Узбекистан, город Чирчик. Ну, я военный летчик, он представлял танковые соединения, заканчивал Чирчикское танковое высшее военное училище. Однако мы с Иосифом Тарасовичем все равно познакомились. Insoniy jihatdan oddiy inson bir-biriga bo'ladigan munosabatda ham ko'p narsani Iosif Tarasovichdan o'rganish kerak edi. U o'z faoliyatini oddiy askarlikdan boshlagan bo'lsa-da, har bir bosilgan qadamida mas'uliyat va intizom ustun turardi. Har bir kishi yurtning tinchligi uchun o'ziga yuklangan vazifani vijdonan bajarishi kerak degan fikr unga umr bo'yi hamroh bo'ldi. Uning harbiylikka bo'lgan muhabbati shunchalik kuchli ediki, lavozimi o'zgarsa ham u avvalo o'zini xizmatdagi inson deb bilardi. 1958-yil 26-dekabrda Ukraina Respublikasi Ivano-Frankivsk viloyatining Balexov shahrida dunyoga kelgan Iosif Tarasovichning bolaligi ham, yoshlik yillari ham mardlik, tartib, harbiy intizomga eltuvchi qadamlardan iborat bo'ldi. Tabiatan jiddiy, serg'ayrat va halol bo'lgan bu yigitning taqdirida harbiy xizmat boshqacha o'rin tutardi. U bolaligidan harbiy forma kiyishni, vatan oldidagi burchini bajarishni orzu qilgan edi. Sharafli xizmat yillari taqdirini O'zbekistonga yetaklaydi. Shunday qilib u o'z umrini va kuchini O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlariga bag'ishladi. Eskirmas harbiy fazilatlar, tartib, intizom, sadoqat, vatanga muhabbat Iosif Tarasovich timsolida chin ma'noda namuna bo'lib turardi. U o'z harbiy xizmatida ko'plab lavozimlarda ishladi. Mas'uliyatli vazifalarni a'lo darajada bajarib, mardlik namunalarini ko'rsatib keldi. Toshkent oliy tank qo'mondonlik bilim yurtini 80-yil tugatganlar. Bilim yurtini tugatgandan keyin shu bilim yurtda komandir guruhdan boshlab to komandir wzvodgacha lavozimlarda ishlab kelganlar. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasida ham dars berganlar. Тоже мы с ним общались, когда он служил и работал в военной академии Республики Узбекистан. Мне приходилось тоже с ним решать некоторые вопросы по подготовке молодых курсантов, офицеров. Сам получить знания и потом передавать молодым курсантам и офицерам. Поэтому недаром это не каждый офицер мог бы поступить в академию. Это высшее академическое образование он получил в Академии бронетанковых войск. Iosif Tarasovich lider edi. CHQBT rahbarlari ushbu ustozimizdan ko'nik bilan olardi, maslahatlar olardi. O'sha kishining o'gitlari bilan vatanparvarlikka yo'naltirardi yoshlarimizni. Turli xil lavozimlarda bo'lgan. Ko'p shogirdlari chiqarganlar. Umrini shu faqat ta'limga bag'ishlagan insonlar. Ko'p yillar davomida sharafli xizmatdan so'ng 2010-yilda nafaqaga chiqdi. Ammo u hech qanday nafaqa degan so'zni hayotdan chekinish deb qabul qilmadi. Aksincha, bu davrda uning yanada faol, yanada serma'no hayotining davomiga aylandi. Nafaqaga chiqqach u tinch o'tirmadi. Turli tashkilotlarda, turli sohalarda mehnat qilib, o'zining bo'sh vaqtini ham boshqalarga foyda keltirishga bag'ishladi. Kimdir havaskorlik bilan shug'ullanadi, kimdir hordiq chiqarmoqchi bo'ladi. Iosif Tarasovich esa mehnatni tanladi. Chunki u uchun insonning eng oliy yo'li xizmat qilish, yordam berish, ibrat ko'rsatish edi. Iosif Tarasovich to'g'risida gapiradigan bo'lsam, ko'p va uzoq gapirishim mumkin. Bu inson o'ta mehribon va hurmatga sazovor inson edilar. O'quvchilarimizni nimagadir yordamga muhtoj bo'lsa, sinf rahbarlari bilan gaplashardilar. Farzandlarimiz darsda oldiniga saboq olib, undan keyin maslahat so'rashardi. Shunday yordamni, maslahatni biz ham juda ko'p olganmiz. Bu inson o'zimga ham bir necha bor yordam ko'rsatgan inson bo'ladilar. Ular bilan doim birgalikda, hamkorlikda ish olib borardik. Yoshlarga o'zlarida o'rnak olardi. Hattoki biz ham ulardan o'rnak olardik. Qaysidir joyda yoshlar uchun bilimlarini berardilar ayamasdan. Inson oilada erkak kishi ustun bo'ladi. Oilada sen o'zingni bunaqa tutishing kerak deb yo'l yo'riqlab yoshlarga ko'rsatardilar. Chin inson edi. Insonlar uchun juda qo'lidan kelgancha ularning sharoitini,
holatini yaxshilash uchun xizmat qilishga tayyor edi. Har bir o'quvchimiz rivojlanishi uchun o'zining safdoshlari, ya'ni hozirgi faxriylarni o'quvchilarni suhbatga olib kelardi. Ammo uning eng katta sahifalaridan biri ta'limga bag'ishlangan hayoti edi. Nafaqaga chiqqach, Ko'nik Iosif Tarasovich yurt kelajagi bo'lgan yoshlar tarbiyasiga bel bog'ladi. U 227-sonli maktabda chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarligi fanidan saboq berib, o'quvchilarni intizom, jasorat, mas'uliyat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalab keldi. Mana hozir shu maktabda men aytmoqchimanki, bu yerda o'quvchi qizlar ham shu vatan himoyasiga shay bo'lib turibdi. Harbiy hayoti qiyinchiliklardan biz qo'rqmaymiz. Sababi Iosif Tarasovich bizga shunchalik oddiy tilda tushuntirib borganki, vatanni sevmoq imondan deb o'zlari vatanimizni shuni sevardilarki, bizlar ham shunga loyiq bo'lib chiqyapmiz hozir degan so'zlarni aytyapti. Ular qizlarda yo'q ishtiyoqni, ya'ni interessi paydo qilgan. Bizani poligonlarga olib borib, u yerda qanaqa armiyaga tayyorlov, qanaqa avtomatlardan otishlarni o'rgatganlar. Ular darslarni har doim qiziqtirib o'tardilar. Darslarda qizlarga shagats qilishi, yurishi, safda qanaqa turishni o'rgatardilar. Har doim qizlar bilan o'g'il bolalarni bir xil olib ketardilar. Hammaga bir xil narsa o'rgatardi. Hech kim hech qachon ajratib qo'ymasdilar. Darsga kech qoladiganlarni darsdan keyin o'zini oldiga chaqirib, sekin yaxshi yo'l bilan tushuntirardilar. O'quvchilari uni qat'iy, lekin mehribon ustoz sifatida eslashadi. Har bir darsini hayotiy misollar, harbiy an'analarga bo'lgan hurmat va amaliy mashg'ulotlar bilan boyitar. Har bir o'quvchining kelajagini mehr bilan kuzatar edi. Biz Qizil Yarim-oy jamiyati musobaqasiga borganimizda 7-sinfda bizga harbiy yurishlarni o'rgatganlar. Unda biz rosa ko'p xato qilardik. Komanda bilan ishlayotganda bir-birimizni xatti-harakatlarimizga kirisha olmasdik. Bir-birimiz bilan kommunikatsiyamiz sal qiyinroq bo'lardi. O'shanda ko'p xatolar qilgan paytlarimiz bizga to'g'ri tushunchalarni berib, urushmasdan xuddi o'zlarini farzandlaridek ko'rib, bizani yaxshi tarbiya berganlar. Shu Ko'nikka men hayotimda birinchi bo'lib qo'limga qurol ushlab ko'rishga berganlar va ular menga qurollar nomi bilan tanishtirib chiqqanlar, menga juda katta bilim berganlar va men ularga minnatdorman bergan bilimlari uchun. Сегодня мы вспоминаем человека, для которого служба Родине была не просто долгом, а смыслом жизни. Он прожил ее достойно, с мужественностью, ответственностью, а главное сердцем, в котором было место для близких и товарищей. Его сила сочеталась добротой, а твердость – мужественностью. Его память всегда останется с нами. Biz 227-maktabning 11-b sinf o'quvchilari Vatan tayanchi guruhining a'zolarimiz. Bu guruhda a'zo bo'lganimizga 1 yildan oshdi. Ya'ni 10-sinfda CHQBda dars qo'shilganda Iosif Tarasovich bizni ustozimiz bu guruhga taklif qildi va biz ustozimizga o'xshashga harakat qilib birinchi qadamlarimizni boshladik. Iosif Tarasovich bizga 1 yil davomida dars o'tgan bo'lsa ham, lekin biz unga shunaqa darajada bog'lanib qoldikki, xuddi u bizga ustoz emas, bizda o'z do'damizdek bo'lib qoldi. Iosif Tarasovich Vatan tayanchi guruhini doimo oldinda olib borib yurishimizni xohlardi va bizga boshqa maktablardan kam bo'lmasligimiz uchun bizga darsdan tashqari mashg'ulotlar va ustimizdagi formalarimizga ham ta'minlab berdi. Har xil harbiy mashg'ulotlarga, poligonlarga olib bordi. U hammaga hurmat bilan murojaat qilardi. O'zidan kattami, kichikmi farqi yo'q, lekin hammaga hurmat ila murojaat qilardi. Ko'nik Iosif Tarasovich nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, yo'l ko'rsatuvchi, ma'naviy ustoz edi. Ko'plab o'quvchilar uni saboqlaridan ilhom olib, harbiylik, huquq-tartibot yoki davlat xizmatini tanlagan. U har bir o'quvchisining muvaffaqiyatidan chin dildan quvonardi. O'tgan yili 4 ta o'quvchimiz 227-maktabdan oliy harbiy bilim yurtiga o'qishga kirganlar, undan 2 tasi aviatsiyaga kirgan. Juda ham harbiy sohaga qiziqtirishi yuqori bo'lgan sababli shu maktabda qizlar ham kelajakda harbiy xizmatchi bo'lishini istaydilar. Juda ham zo'r inson bo'lganlar, poligonga olib borganlar. O'sha poligonga borganda o'z xohishim bilan borganman. Biz военный службаlarni ko'rganmiz, qanaqa qilib otishlarini, qanaqa qilib dimlarni qilishlarini, o'shalarni bizani hammamiz qilib ko'rganmiz. Meni o'zim avtomatni olib otib ko'rganman. 9 ta o'q otganmiz. Hammasi uchgan uzoqroqqa.
Yosif Tarasovich juda ham zo'r insonlar, ularni biz hech qachon unutmaymiz, har doim qadrlab, shunaqa eslab yuramiz. Bugun u oramizda yo'q, ammo uning o'rgatgan saboqlari, tarbiyalagan shogirdlari, qoldirgan fazilatlari hali ham tirik. Yurt osmonida hukm surayotgan tinchlikda ham ko'nik Yosif Tarasovichning fidoyiligi bor. U qilgan xizmatlari bilan nafaqat o'z davrining, balki keyingi avlodlarning ham hurmatiga sazovor bo'ldi. Maktabda yurish-turish madaniyatini o'rgatgan darslari, shogirdlariga singdirgan ruhiyati va hayotga bo'lgan talabchan, lekin samimiy munosabati hanuzgacha yashaydi. Bugun 227-sonli maktabning yo'laklarida, sport maydonlarida, harbiy tayyorgarlik zalida uning izlari bor. Uning nomi o'quvchilar orasida ustoz, harbiylar orasida esa mard polkovnik sifatida saqlanib qolgan. В дальнейшем он продолжал передавать свои умения, навыки и молодым офицерам, уже будучи в академии, где был и преподавателем, и заведующий кафедрой, и много лет там проработал. Он действительно был такой активный, добросовестный офицер и человек. Его заслуга была очень большая, я считаю, для Узбекистана, особенно в подготовке молодых офицеров. Yosif Tarasovni hech kim unutmaydi. Hamma o'quvchilar qalbida, shu bilan birgalikda u kishi bizning ham qalbimizda barhayot yashaydilar. Yosif Tarasovich ajoyib mutaxassis, o'z kasbining ustasi, o'zini safdoshlari, uni bilgan insonlar o'rtasida katta hurmatga ega bo'lgan inson. Uni doim esda tutamiz, xotirlaymiz. Yosif Tarasovich bergan saboqlari shu vatanga sadoqat, vatanga muhabbat ruhida tarbiya topgan farzandlarimizni yuragida qolgan. Ular qilingan sa'y-harakat ishlarini biz davom ettiramiz. Ulardan olgan bilimlarimizni kelgusi ishlarimizda namoyon etamiz. Для